qolibdi. Men nobni hayotida 24 soat yashash videosini olayotgandim. Men mana shunaqa narsalar qildim. Shuncha gapirdim. Shularda hammasi videoga olinmay qolibdi. Mana shu uyda qurdim men. Bu uylar yemadi. Ichiga yotoq ham qo'ydim hattoki. Endi men non yasamoqchi edim. Non o'rnida qanaqa yasalardi? Bunaqami? Yo'q, bunaqa emas. Qanchada bir non krafti bunaqa emas. Endi. Ular nima? Endi verstagida yasamasam bo'ladi. Non o'zi qanaqa edi krafti? Endi mana non. Mana shunaqamidi? Hali. Tovuq yo'qolib sen bitta sherigingda KFC tayyorladi. Mana senga ham KFC'ing tushdi. Qo'tyapti. Endi bu mana shunaqa endi uyimga kiraman. Unga yana bitta verstak yasayman, boshqalarga qolibdi. Verstak. Mana verstak. Hozir endi men nima qilardim? Yura olmayapman. Endi bunda ko'plash kerak. Ko'laymiz. Ko'lanmadi. Nimaga? Mana shu uy yeydi. Nimaga ko'lanmadi bu? Kecha menga kirka kerak-ku. Kirka yasaymiz, kirka. Mana shunaqa kirka. Mana yasadim kirkani ham endi borib yasasa bo'ladi. Borib. Mana endi hozir ko'layman. Tezroq ko'lan, kirka yasadim-ku. Ko'lan deyapman. Nimaga ko'lanmadi bu? Bunda boshqani sindirish kerak. Mana shuni sindirsa endi ko'lanadi. 100%, milliard foiz ishonaveringlar. Nimaga ko'lanmadi bu ham? Yo'qolsan. Qora qo'ylar bu Minecraft. Bular jinni yomon. Menga kirka kerak, mana kirka yasadim. Endi-chi nima qilish kerak? Rostdan, nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Kirka boshqachami? Unda yana daraxt chopishga to'g'ri keladi. Bo'lmaydigan uylardan daraxt chopaman. Bo'lmaydigan uylarda kirkamda chopaveraman. Bo'lmaydigan uylarda daraxtni. Mana chopdim daraxtni. Endi verstakga kiraman. Daraxt qo'yaman, taxta yasayman. Endi kirka yasayman. Mana. Kirkani ham yasadim. Endi kirkada tosh butsam ham bo'ladi. Keyin uyimda jichcha ko'tarardim. Mana. Endi uyimda jichcha balandroq qilaman. Sizlar mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Nima bu? Mana shunaqa ham bo'ladi. Uy mana shunaqa bo'ladi. Bu yerda ko'rib turibsizlar. Bir kun yashayman, kunlar mashida o'tib turadi. Kunlarni ko'rsatib turibdi. Mana loy bor ekan menga. Endi bu yerlarda mana shunaqa chiqish kerak. Mana shunaqa uy quringlar. Mana shunaqa uy qurishni tavsiya qilaman-ki, mana shunaqa uylarda zombilar qo'rqadi, kelishga qo'rqadi. Bularda eshigi ham yo'q bo'lsa, keyin zo'r bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish buncha mehnat uchun. Tezroq. Qurish kerak. Mana. Eshigi yo'q bo'lsa, mana shunaqa qilib qo'yaman. Mana. Mana shunaqa uy bo'ladi endi. Mana shunaqa uy bo'ladi. Mana shular ko'plab kirsa ham bo'ladi. Endi men bu yerlarni buzib chiqishim kerak kirkamda. Mana. Endi bu nima? Suvmi? Suv ekan. Endi buzib uyim
bu yerga mana shu yerga epaq qilib qo'yaman. Mana ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi? Endi bir kun o'tsa, keyin bu video tugaydi. Chunki Nobta hayotida men 24 soat yashayman. Endi nima qilsam bo'ladi? Fakel kerak, fakel kerak. Fakel kerak. Menga fakel buzdik. Mana. Endi uyga kirish kerak. Uyga kiraman. Fakelni bu yerga qo'yib qo'yaman. Mahluqlar kelmasligi uchun mana shunaqa bo'ladi. O'rgimchaklar ham kira olmasligi uchun bunaqa qilib qo'yaman. Versakni buzib ustiga ham qo'yib qo'yaman. Mana. Endi mana shunaqa qo'yib bo'ladi. Endi uxlayman, undan keyin video tugaydi. Mana. Sleeping. Mana birinchi kun o'tdi. Endi stop. Endi bu video tugaydi. Like bosib, obuna bo'linglar. Stop. Men mana shunaqa xayr degan belgi bosib qo'yib mana. Endi bo'ldi, video tugadi. Salomat bo'ling, sog' salomat bo'ling, salomat bo'ling.